Assalomu alaykum hammaga. Bugun anatomiya bo'yicha 10-darsimizni ko'rib chiqamiz. Darsning klinik manzarasi quyidagicha holatda tuzilgan 28 yoshli erkak tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelinyapti. Chanoq sohasidagi zararlanishdan keyin. Demak, bemor tog'ga ko'tariluvchi o'sha mototsikllarda haydagan va aynan mana shu mashina tarkibida mavjud bo'lgan metal tuzilmasi, demak, bemorda chanoq sohasiga zarba berganligi va chanoq sohasidagi zararlanish qayd etilganligi aniqlandi. Bemorda qayd etishi bo'yicha kuchli og'riq mavjud ya'ni oraliq sohasida va bemorda demak voiding, ya'ni seyishni yo'qolganligi ham qayd etib o'tilyapti. CDPga to'la bo'lishiga qaramasdan. Fizik tekshiruv esa sezilarli darajadagi shishish hamda ekimozni ko'rsatyapti. Bemorda yorg'oq sohasi hamda perineum, ya'ni oraliq sohasida. Va u tarqalishi bo'yicha kapalak ko'rinishi holatda tarqalgan. Demak, bemorda qo'shimchasiga CD chiqarish kanalidan qon ajralayotganligi ko'rildi. Demak, rektal tekshiruvda prostata bezi normal pozitsiyada ekanligi va hech qanday og'riqsiz ekanligi ma'lum. Ehtimoliy tashxis nima bo'lishi mumkin ekanligi bizdan so'rab o'tilyapti. Bugungi darsimiz erkaklar va ayollar reproduktiv tizimiga bag'ishlanadi. Dastavval erkaklar reproduktiv tizimi anatomiyasiga bag'ishlangan ma'lumotlarni ko'zdan kechirib chiqamiz. Demak, birinchi tuzilma bu testis, ya'ni urug'dan hisoblanib, uni anatomiyasi hamda funksiyasiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Testisda mavjud bo'lgan eng muhim tuzilmalardan biri bu seminiferous tubules. Demak, bu tuzilma erkaklardagi spermatogenez jarayonini kechuvchi asosiy joy hisoblanadi. Urug'donda ikkita eng muhim hujayralar mavjud bo'lib, ulardan birinchisi sertoli hujayralari. Sertoli hujayralarning vazifasi rivojlanayotgan urug' hujayrani oziqlantirish va qo'shimchasiga qon urug'don baryeri to'sig'ini hosil qiladi va o'zidan inhibin B gormoni ishlab chiqaradi. Bu gormon vazifasi follikustimullovchi gormonning ingibilash hisoblanadi. Ikkinchi xil hujayramiz bu Leydig hujayralari yoki yog' hujayralari deb ham ataladi. Bu interstitsial joylashadi. Ularning asosiy vazifasi testosteron gormoni ishlab chiqarish. Ya'ni leytinlovchi gormonga nisbatan javoban testosteron ishlab chiqaradi. Keyingi tuzilma bu skrotum, ya'ni yorg'oq hisoblanib, demak, bu yorg'oq tarkibida urug'donlar joylashadi va bu aynan yorg'oq sohasidagi temperatura, demak, bazal tana temperaturasiga nisbatan biroz pastroq holatda bo'ladi. Chunki bu urug' hujayralari yashovchanligi uchun zarur. Demak, o'rtacha oladigan bo'lsak, normada demak bazal tana harorati o'rtacha 36.6 tashkil etadigan bo'lsa, aynan yorg'oqlar tarkibidagi harorat esa 34.5 gradus Selsiy atrofida bo'ladi. Demak, bu urug' hujayralarida yashovchanligi uchun zarur. Yashovchanligi uchun juda zarur bo'ladi. Bu yerda demak gistologik tuzilmalar va har bir tuzilmani faoliyati, gormonal faoliyati keltirib o'tilgan. Dastavval gipotalamusdan gonadotropin releasing gormoni ishlab chiqariladi. Bu gormon gipofizda oldingi bo'lagidan follikul stimullovchi va luytinlovchi gormonlar ishlab chiqarishga turtki hisoblanadi. Ishlab chiqarilgan follikul stimullovchi gormon mana bu demak bizda seminiferous tubules hisoblanadi. Demak, gormonal kanalchalar tizimi. Demak, seminiferous tubules. Demak, seminiferous tubulesda bizda sertoli hujayralar joylashgan. Ishlab chiqarilgan FSG, ya'ni follikul stimullovchi gormonimiz sertoli hujayralarni rag'batlantiradi va bular keyinchalik rivojlanayotgan urug' hujayrani shakllanishi uchun xizmat qiladi. Ikkinchisi, luytinlovchi gormon. Mana bu seminiferous tubulesning yon sohasida joylashgan interstitsial hujayralarda, demak, bular Leydig hujayralar. Leydig hujayralarga ta'sir ko'rsatib, ulardan testosteron ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi. Ishlab chiqarilgan testosteron ma'lum bir qismi qonga quyiladi, qolgan qismi esa androgen binding protein, ya'ni androgenni bog'lovchi oqsil deb nomlangan oqsilga bog'lanadi va aynan mana shu joyda lokal, ya'ni mahalliy testosteron darajasini ta'minlab beradi. Mahalliy testosteron darajasi, demak, spermatogenez jarayoni normada kechishi uchun zarur. Normal spermatogenez jarayoni uchun kerak bo'ladi aynan mahalliy testosteron darajasi. Demak, umumiy holat shunaqa. Endi
Ishlab chiqarilgan testosteron negativ qaytar aloqa ko'rinishida oldingi gipofiz oldingi bo'lagidan demak LG hamda FSG gormonini ishlab chiqarishni ingibillaydi. Qo'shimchasiga gipotalamusni ham ingibillab, undan gonadotropin releasing gormon ishlab chiqarilishini demak ingibirlashini ko'rishimiz mumkin ekan. Bu yerda demak urug' suyuqligi harakati keltirib o'tilgan, ya'ni urug' hujayralar harakati qayerdan boshlanib qayergacha borishi. Demak, urug' hujayrani ishlab chiqarilishidan boshlab eyakulyatsiyasigacha bo'lgan davri. Demak, dastlab seminiferous tubulsdan, undan keyin epididymisdan bosib o'tadi. Bu yerda aynan urug' hujayrani yetilishi va jamg'arilishi aynan epididymis sohasida bo'ladi. Keyinchalik vas deferensga, undan eyakulatory duct va uretra, CD chiqarish kanali va penisga o'tib, demak, eyakulyatsiya bo'lishi qayd etib o'tilyapti. Bu yerda eng muhim erkaklar reproduktiv tizimiga aloqador bo'lgan a'zolar keltirib o'tilgan. Demak, testis, ya'ni urug'donlar demak, bular asosiy urug' hujayra ishlab chiqaruvchi tuzilmalar hisoblanib, skrotum, ya'ni yorug'da joylashadi. Va undan keyingi tuzilmamiz bu epididymis hisoblanib, bu urug' hujayrani jamg'arish va yetiltirish uchun xizmat qiladi. Va vas deferens yoki ductus deferens urug' hujayra transportini ta'minlab beradi. Mana bu yo'nalishda. Keyinchalik seminal vesicle urug' pufakchalariga yetib keladi. Urug' pufakchalari esa uretraga qarab urug'ni yetkazib berish vazifasini bajaradi. Bu yerda bulbouretra yoki Cooper gland keltirilgan. Bularda asosiy vazifasi shilliq ishlab chiqarish. Keyinchalik mana bu yo'nalish bo'ylab davom etadi urug' harakati va uretra, CD chiqarish kanali va penis demak tuzilmaga yetib keladi va shu orqali eyakulyatsiya bo'lishi ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qo'shimcha prostata bezi keltirib o'tilgan. Prostata bezining asosiy vazifasi ishqoriy suyuqlik ishlab chiqaradi va bu ishqoriy suyuqlik ayollar reproduktiv tizimidagi, jinsiy a'zosidagi qanda mavjud bo'lgan kislotali muhitni yengishga yordam beradi. Endi bu yerda urug'donlarda limfatik tizimi, ya'ni ularda limfasi qayerga yetib borishi keltirib o'tilgan. Urug'don para-aortik, ya'ni aorta yon sohasida joylashgan limfa tugunlariga demak o'z limfa suyuqligini quyadi. Yorg'oq yoki penis esa o'z limfasini yuzaki chov limfa tugunlariga quyishi qayd etib o'tilyapti. Klinik muhim joyi shundan iboratki, qachonki demak urug'donlar o'smasi yuzaga keladigan bo'lsa, aynan bu o'smalarda metastaz berishi qorindagi para-aortik limfa tugunlariga bo'lishi qayd etib o'tilyapti, lekin hech qanday demak oraliq sohasidagi a'zolar limfalarga demak metastaz bermaydi. Endi avtonom innervatsiyasi qanday holatda bo'lishi? Demak, dastavval evreksiya uchun javobgar bu parasimpatik nerv tizimi. S2, S4 dan tashkil topgan chanoq splanchnik nervlar orqali ereksiyani paydo qiladi. Emissiya keyingisi bu simpatik nervga asoslangan bo'ladi. T11-52 sohasidagi gipogastrik nervdan hosil bo'ladi va eyakulyatsiya, ya'ni urug' hujayrani oxirgi bosqichga ajratib chiqishi somatik va visceral nervlar orqali innervatsiya oladi va pudendal nerv aynan somatik innervatsiyasini ta'minlab beradi. Endi erkaklar reproduktiv tizimida mavjud bo'lgan qo'shimcha bezlarga to'xtatib o'tamiz. Bulardan biri seminal vesicle, ya'ni urug' pufakchalari. Bularda asosiy vazifasi fruktozaga boy bo'lgan urug' suyuqlik ishlab chiqarish. Bu suyuqlikning asosiy vazifasi esa urug' uchun, ya'ni urug' hujayralar uchun energiya vazifasini bajaradi. Keyingisi bu prostata bezi. Boya aytib o'tganimizdek, ishqoriy suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlikni ishlab chiqarishdan asosiy maqsad ayollar qin sohasidagi mavjud bo'lgan kislotali muhitni demak neytrallab berish vazifasini bajaradi. Cooper bezlari yoki bulbouretral bezlar, bular demak eyakulyatsiyadan oldingi shilliq ishlab chiqaradi va demak uretra yo'lini o'tishni osonlashtirish vazifasini bajaradi. Urug' hujayrani demak CD chiqarish kanalidagi harakatini qulaylashtirish uchun. Endi bu vena tizimi, erkaklar reproduktiv tizimini vena qon tomiri qayerga borishiga keltirib o'tilgan. O'ng tomonlama urug'donlarda venasi to'g'ridan to'g'ri demak pastki oyoq venaga qarab quyiladi, aynan gonadal vena orqali. Chap tomon esa bilvosita. Sababi chap tomondagi tuxumnoyoki urug'don dastavval gonadal vena orqali chap buyrak venasiga quyiladi, undan so'ng pastki oyoq venaga quyiladi. Demak, chap tomonlama gonadal vena yoki arteriyalar uzoqroq yo'l bosib o'tadi o'ng tomonga nisbatan. 90 gradusli burchak prinsipi, ya'ni chap testikulyar vena demak chap buyrak venasiga perpendikulyar yo'nalishda, ya'ni 90 gradusda birikshi qayd etib o'tilyapti. Bu esa nimaga olib keladi? Chap tomondagi qon oqimini, laminar oqimni kamayishiga
va ko'proq turbulent oqim hosil bo'lishiga olib keladi va bu o'ng tomonga nisbatan ko'proq sodir bo'ladi chap tomonda. Demak, normada qon oqimini oladigan bo'lsak, qon tomir markaziy qismida laminar oqim, ya'ni faqat to'g'riga yo'nalgan holatda bo'lib, qon tomir periferiyasida turbulent, ya'ni mana bu aylanma qon tomir harakati qon harakati amalga oshishi mumkin. Demak, turbulent qon tomirda demak periferiyasida, laminar esa markaziy qismda oqadi. Endi mana bu holatda demak mana bu o'ng va chap testis, mana bu esa to'g'ridan to'g'ri pastki venaga quyilyapti. Bu o'ng tomonniki. Chap tomonniki bo'ladigan bo'lsa, dastlab gonadal vena bo'lib, u keyinchalik chap buyrak venasiga 90 gradus burchakda birikadi. Bu esa ulardagi demak mana bu qon tomirda kattalashtirilgan varianti deb oladigan bo'lsak, ulardagi oqimni laminar oqimni kamayishiga va mana bu yo'nalishdagi turbulent oqim ko'payishiga olib keladi. Turbulent oqim demak normadagi qon oqimi harakatiga nisbatan biroz qarshilik tug'diradi va bu keyinchalik varketsellik xavfini paydo qiladi, aynan chap tomonda. Bu yerda demak varketsellikning patofiziologiyasi keltirib o'tilgan. Aynan mana bu chap tomonda joylashgan demak gonadal venalar 90 gradus burchak ostida birikyapti va keyinchalik bularda kompressiyasi yoki bulardagi bosimda oshishi, keyin qon oqimining retrograd yo'nalish bo'ladi. Ya'ni urug'donda joylashgan pampiniform plexusga qarab oqishiga sabab bo'ladi va bulardagi venöz bosimda oshishi varketsellik holatini paydo qilishi keltirib o'tilgan. Bu yerda erkaklar reproduktiv tizimi a'zolari va har bir a'zo qayerda joylashganligi yana bir bor keltirib o'tilgan. Endi siydik tanosil a'zolariga yetkaziladigan travmalar va har bir travma bemorga qanday klinik oqibat berishini ko'rib chiqamiz. Bu ko'pincha demak teri butunligini buzilmasligi bilan kechuvchi travmalar hisobiga yuzaga keladi va eng asosiy sababi avtotransport vositalaridagi avariya holatlari. Dastavval buyrak zararlanishidan ko'rib chiqamiz. Buyrak zararlanishi demak ko'karish, biqin sohasiga og'riq va siydikda qon paydo bo'lishiga olib keladi. Bu ko'pincha pastki qovurg'alar sinishi va ularda buyrakda shikastlashiga asoslangan bo'ladi. Keyingisi bu siydik pufagi zararlanishi. Siydik pufagining zararlanishi bemorda demak siydikda qon paydo bo'lishi, ya'ni gematuriya, qovuq usti sohasidagi og'riq va siydik ajralishini qiyin bo'lishi bilan kechadi. Lokatsiyasiga ko'ra siydik pufagi zararlanishi ikki xil joyda amalga oshadi ko'proq. Demak bu siydik pufagi gumbazini zararlanishi va ikkinchisi esa siydik pufagi oldingi devorning zararlanishi. Endi siydik pufagi gumbazini zararlanishi to'g'ridan to'g'ri to'la turgan siydik pufagiga to'g'ridan to'g'ri zarar hisobiga yuzaga keladi. Ko'pincha kamar taqqan holatdagi avtohalokatlar unga misol bo'ladi. Bu esa siydik pufagi ichidagi bosimni oshishiga va siydik pufagi gumbazini eng kuchsiz joy, aynan mana shu gumbaz sohasi hisoblanganligi uchun gumbazning yorilishiga sabab bo'ladi va intraperitoneal, ya'ni qorin parda varaqlari oralig'ida siydik yig'ilishiga sharoit yaratadi. Aynan qorin parda oralidagi siydikning so'rilishi bemordagi qon tarkibidagi mochevina va kreatinin miqdorining ko'tarilishiga ham sabab bo'ladi. Keyingisi siydik pufagi oldingi devorning zararlanishi ko'pincha chanoq suyaklar sinishida yuzaga kelib, sinishdan hosil bo'lgan suyak qirralari, o'simtalari ko'pincha siydik pufagini zararlab qo'yadi va bunda ekstraperitoneal siydik yig'ilishi amalga oshadi, ya'ni retropubik bo'shliqda. Va so'nggisi bu siydik chiqarish kanali, ya'ni uretrani zararlanishi. Bu ko'pincha erkaklarda sodir bo'ladi. Aynan siydik chiqarish kanalidan qon ajralishi, gematuriya, siydikda qon paydo bo'lishi va siydik ajratishda qiyinligi bilan kechadi. Aynan uretral injury, ya'ni siydik chiqarish kanali zararlanganda hech qanaqa siydik chiqarish kanali orqali kateterizatsiya amaliyotlarini bajarmaslik kerak. Bu zararlanishni kuchayishiga yoki qo'shimcha zararlanishga olib kelishi mumkin. Joylashadigan joy lokatsiyasiga ko'ra demak siydik chiqarish kanalining zararlanishi oldingi siydik chiqarish kanalining zararlanishi va ortki siydik chiqarish kanalining zararlanishiga olib keladi. Oldingi siydik chiqarish kanalining zararlanishi ko'pincha demak chanoq sohasidagi aynan o'sha straddle injury da yuzaga keladi. Va bu siydik chiqarish kanalining bulbar yoki sponji, ya'ni g'ovakdan iborat bo'lgan qismida sodir bo'ladi va skrotumda qon yig'ilishi undagi gematomaga olib keladi. Ko'pincha bu sohada buk fascia, ya'ni buk fatsiyasi joylashgan. Aynan mana shu fatsiyaning yirtilishi demak siydikni perineal bo'shliqqa qarab oqib chiqib ketishiga olib keladi. Endi ortki uretral, ya'ni siydik chiqarish kanalining zararlanishi ko'pincha chanoq suyaklar sinishida yuzaga keladi. Bunda siydik chiqarish kanalining bulba membranali qismi eng kuchsiz qismi hisoblanib, aynan shu qismni zararlanishi bilan kechadi. Va bunda siydik retropubik bo'shliqqa oqishi va prostata bezini yuqoriga qarab surib qo'yishi mumkinligi aytib o'tilyapti.
Mana har ikkisi keltirib o'tilgan. Demak, dastavval anterior, ya'ni oldingi CD chiqarish kanalini zararlanish. Bundagi asosiy mexanizm demak buk fashani yirtilishi hisoblanadi. Buk fasha yirtiladi. Buni yirtilishi esa yorg'oqqa yoki skrotumga qarab qonning oqishiga olib ketadi. Skrotumga qarab qon yig'iladi. Bu esa skrotal hematomga sabab bo'ladi. Ya'ni aynan mana shu yorg'oq sohasida gematoma shakllanadi. Bu demak anterior uretral injury. Bunda ko'pincha uretraning qaysi sohasi zararlanishga uchraydi desa, spongy, ya'ni g'ovakdan iborat bo'lgan CD chiqarish kanali. Spongy uretra zararlanadi. Spongy uretra. Ikkinchisi bu posterior uretral injury hisoblanadi. Posterior uretral injuryda yuzaga kelishining asosiy sababi demak chanoq yo'li sinishi. Bunda ko'pincha membranali qism yirtiladi. Eng nozik qismi aynan mana shu membranali qismi hisoblanadi. Bu sohaning yirtilishi esa siydikda retropubik bo'shliqqa qarab oqishiga sabab bo'ladi. Retropubik bo'shliqqa qarab siydikda oqishiga va u yerda siydik yig'ilishiga sabab bo'ladi. Demak, biz uchun imtihonlarda kerak bo'ladigan vaziyatli masalalarni farqlashimiz kerak bo'lgan xususiyati oldingi CD chiqarish yo'lini zararlanishi demak buk fashani yirtilishi hisobiga bo'ladi va skrotal hematom, ya'ni yorg'oqdagi gematoma buni holatni boshqa kasalliklardan farqlab olishimiz uchun bizga qo'l keladi. Ikkinchisi, posterior uretral injuryda demak ko'pincha membranali qism zararlanadi va bunda retropubik bo'shliqqa CD quyilishi bilan kechadi. Mana shu ikkala mexanizm orqali bir-biridan farqlab olishimiz mumkin. Bu yerda CD tanazzul a'zolarining qaysi sohasi, qaysi limfa tuguniga qarab demak o'z suyuligini, limfa suyuligini quyishi aytib o'tilgan. Demak, dastavval paravortik. Bunga tuxumdonlar, fallopin aychasi, bachadonning fundal sohasi va urug'donlar. Aynan mana shularning barchasi paravortik limfa tuguniga o'zini demak mahsulotini quyadi. Ikkinchisi bu tashqi yonbosh limfa tugunlari. Bunga CD puagining yuqori qismi, bachadonning tanasi va bo'yin, ya'ni bachadon bo'yni. Demak, bularning barchasi eksternal ilakka qarab oqadi. Keyingisi bu internal ilak, ichki yonbosh limfa tugunlari. CD puagining pastki qismi, demak, bachadonning bo'yin sohasi, proksimal qan, prostata bezi va penis tarkibidagi korpus cavernosus, g'ovaksimon tana. Bularning barchasi demak internal ilakka qarab suyuqligini qo'yadi. Keyingisi superficial inguinal, ya'ni yuzaki chov limfa tugunlari, anal kanalda distal sohasi, distal qan, vulva va skrotum. Bularning barchasi mana shu joyga. Va keyingisi chuqur chov limfa tuguni, glans klitoris va glans penis mana shu sohaga o'z limfa suyuqligini qo'yadi. Ayollar reproduktiv tizim anatomiyasi. Demak, bu yerda bizga ayollar reproduktiv tizimida mavjud bo'lgan a'zolar keltirib o'tilgan barchasi. Demak, bularning eng muhimlari bizda demak tuxumdonlar, juft a'zolar hisoblanadi. Tuxumdon keyinchalik fallopin naychasi yoki bachadon naychasiga qarab davom etadi. Bachadon naychasi. Bachadon naychasining demak infundibulum, varunkasmon qismi, ampula kengaygan qismi, ismus toraygan qismi mavjud. Bu keyinchalik bachadonga qarab davom etadi. Bachadon devori demak 3 ta qavatdan tashkil topgan, ichki qavati endometriy, muskul qavati miometriy va tashqi biriktirish o'qmani iborat bo'lgan perimetriy. Bu bachadon devori. Bachadonning o'zining qismlari mavjud bo'ladi. Bu qismlar qaysi tuzilmalar deydigan bo'lsa, eng yuqori tomoni demak fundus, ya'ni bachadon tubi. Bachadon tubi. Keyingi soha, mana bu kengaygan sohasi esa bachadon tanasi yoki body, demak bachadon tanasi. Mana bu bo'shliq, bachadon bo'shlig'i. Bachadon bo'shlig'idan keyin bachadon toraymasi keladi, uterine isthmus. Undan keyin esa ikkita eng muhim tuzilmalar, ya'ni birinchisi internal cervical os deyiladi yoki bachadon bo'ynining ichki teshigi, ikkinchisi esa external cervical os, bachadon bo'ynining tashqi teshigi. Va uni markazida joylashgani esa cervical canal, ya'ni bachadon bo'yni kanali. Kanalidan tuzilgan. Va ulardan so'ng aynan cervix, bachadon bo'yni va
qin sohasidan tashkil etgan bo'ladi ayollar reproduktiv tizimi. Bu yerda ham keltirib o'tilgan muhim tuzilmalar. Demak, ayollar reproduktiv tizimida bir qancha muhim boylamlar mavjud. Bulardan birinchisi infundibulopelvic ligament. Asosiy vazifasi tuxumdonni chanoqni yon devoriga bog'lash. Tarkibida esa tuxumdon qon tomirlari bo'ladi. Ikkinchi nomi suspensoral ligament deyiladi. Afarektomiya, ya'ni tuxumdonni olib tashlash xirurgik amaliyoti davomida aynan mana shu boylam demak bog'lanadi. Sababi uni tarkibida tuxumdon qon tomirlari bo'lganligi uchun aynan tuxumdondagi qonni to'xtatish maqsadida bog'lab qo'yiladi. Lekin buni bog'lash siydik yo'llarini xavfga qo'yishi mumkin. Chunki uni bog'lash davomida uni ostidan o'tgan siydik yo'llarini kompressiya qilib qo'yishi mumkin. Keyingisi utero-ovarian ligament. Tuxumdonni demak bachadon bo'yin shoxiga bog'lash vazifasini bajaradi. Gubernakulumdan hosil bo'lgan. Bachadonning yumaloq boylami bachadon shoxini labia majorga bog'lash vazifasini bajaradi. Bu tuzilma chov kanali orqali harakat qiladi va gubernakulumdan hosil bo'lgan. Keyingisi broad ligament yoki keng boylam bachadonni demak lateral chanoq devoriga bog'lash vazifasini bajaradi. Tarkibida tuxumdon, fallopinachasi va yumaloq boylam bo'ladi. Bu qorin pardani bukilmasi hisobiga hosil bo'lib, mezometri, mezovari va mezosalping deb nomlangan tuzilmalar ham mavjud. Cardinal ligament eng muhim boylamlardan biri. Bachadon bo'yin sohasini chanoqni yon devoriga bog'lash vazifasini bajaradi. Tarkibidan bachadon qon tomirlari o'tadi. Demak, gisterektomiya bachadonni olib tashlash jarayoni davomida aynan mana shu bog'lam boylab qo'yiladi yoki ligatura qo'yiladi. Bu ham siydik yo'llari zararlanishiga xavf bo'lishi mumkin. Va so'nggisi uterosakral ligament bachadon bo'ynini demak sakrum, ya'ni dung'azaga bog'lash vazifasini bajaradi. Keyingi klinik holat bu adnexal torsion. Bu klinik holatda nima yuzaga keladi? Asosiy sabab demak tuxumdon hamda fallopinachasini infundibulopelvic yoki tuxumdon boylamini atrofida o'ralib qolishi, ya'ni tuxumdon o'z boylami atrofida o'zi o'ralib qoladi. Bu esa tuxumdon qon tomirlarining kompressiyaga ezilishiga olib keladi. Tuxumdon limfa tizimini ham blokadasiga va venani ham undan chiqib ketmasligiga sabab bo'ladi. Demak, qon kirib turadi, arterial qon kirib turadi, lekin qon chiqib ketmaydi. Bu nimaga olib keladi? Qon oqib kelyapti, lekin vena orqali qon chiqib ketmayapti. Bu tuxumdonning shishiga, kattalashishiga olib keladi. To'liqlicha agar arterial qon ham tizim qon oqib kirishi demak blokadaga uchrasa, demak tuxumdon nekrozi va lokal gemorragiya, qon ketish holati yuzaga kelishi mumkin. Ko'pincha tuxumdondagi massa yoki sistalar bilan birgalikda keladi. Bemorda namoyon bo'lishi jihatdan kuchli chanoq sohasidagi og'riq, adnexal sohadagi massa ko'ngillanishi qusish bilan namoyon bo'ladi. Bu shoshilinch xirurgik aralashuv talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Chanoq a'zolar prolapsi. Bu holatda chanoq a'zolarining demak prolapsi, ya'ni qulashi yuzaga keladi. Ko'pincha demak qin devoriga nisbatan oldingi, ortki va yuqori sohasida yuzaga kelishi mumkin. Qaysi holatlar bilan birgalikda keladi? Ko'p homiladorlik, yoshini katta bo'lishi yoki semizlik chanoq a'zolar prolapsiga sabab bo'ladi. Namoyon bo'lishi jihatdan bemorlarda demak chanoq sohasidagi bosim, tortilish, demak qo'shimchasiga to'qimani qin sohasidan ajralib ko'rinib turishi, siydik ajralishini tezlashishi, ich qotishi, demak jinsiy aloqa disfunksiyasi kabi holatlarga olib keladi. Oldingi tuzilmalar prolapsi ko'pincha siydik pufagida sissaseliya bilan namoyon bo'ladi va eng ko'p uchraydigan aynan mana shu. Orqa tuzilmalar prolapsi ko'pincha rektaseliya, ya'ni to'g'ri ichakda chiqib kelishi bilan namoyon bo'ladi yoki ingichka ichak chiqib kelishi intratseliya. Apikal tuzilmalar prolapsida bachadon bo'yni yoki vagina chiqib kelish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Uterine procedentia degan holatda demak bachadondan tashqari yuqoridagi uchala kompartmentning barcha tuzilmalari chiqib kelishi mumkin. Bu yerda keltirib o'tilgan demak birinchisi bachadon o'zini prolapsi. Bachadon o'zi demak qin sohasi orqali prolaps bo'lib qulashi bilan kechadi. Ikkinchisi orqa devor prolapsi, intratseliya. Demak ingichka ichak bu yerda demak qin orqali chiqib kelishi mumkin. Oldingi devor prolapsi, ya'ni sissaseliya, siydik pufagini qulashi. Rektaseliya demak orqa devor prolapsi va uretroseliya, siydik chiqarish kanalining prolapsi. Demak mana shu holatlar chanoq a'zolari qulashi holati hisoblanadi. Ayollar reproduktiv tizimini epitelial histologiyasi, ya'ni har bir a'zo qanaqa epiteliyadan tuzilganligi. Birinchisi demak vulva ko'p qavatli yassi epiteliyadan tashkil topgan. Vagina yoki qin sohasi ko'p qavatli yassi epiteliyadan tashkil topgan bo'lib, keratinlashmaydigan epiteliya hisoblanadi. Ektoservix, ya'ni bachadon tashqi bo'yni ko'p qavatli yassi epiteliyadan tashkil topgan va non-keratinized, ya'ni keratinlashmaydi. Va transformatsiya zonasi,
Ya'ni yassi va ustunsimon epiteliyni bir-bilan uchrashgan joyi hisoblanib, bachadon bo'yni saratoni uchun eng ko'p uchraydigan soha hisoblanadi. Pap testda aynan mana shu joydan namuna olinadi. Ichki bo'yin, bachadon bo'yini ichki sohasi oddiy ustunsimon hujayradan epiteliydan. Bachadon, demak, oddiy ustunsimon epiteliydan tashkil topgan bo'lib, uzun, demak, ustunsimon bezlardan tashkil topadi, qachonki proliferativ bosqichda bo'lsa. Sekretor bosqichda esa bu bezlarda, demak, bir-biridan o'ralganligi yoki ko'rilishi mumkin. Fallopinachasi oddiy ustunsimon epiteliydan iborat va kiprikchalari bo'ladi. Tuxumdon va uni tashqi yuzasi oddiy ko'psimon epiteliydan tashkil topgan ekanligi aytib o'tilyapti. Demak, bizning holatimizda dastlabki bemorda klinik holatiga to'xtalib o'tamiz. Demak, bemorda sternal injury, ya'ni chanoq sohasiga soha travmasi qayd etilgan. Travma qayd etilgandan keyingi bemordagi holatlar, demak, kuchli og'riq paydo bo'lgan, aynan chanoq sohasida kuchli og'riq. Qo'shimcha belgilari sifatida, demak, yorg'oq, ya'ni urug'don joylashgan sohada shish va ko'karish paydo bo'lgan. siydik ajralishidagi qiyinchilik. Siydik ajralishida ham qiyinchilik paydo bo'lgan. Ligi qayd etib o'tilyapti bemorda holatida. Lekin inkor qilingan holatlar mavjud. Bemorda demak mavjud bo'lmagan belgilardan bular prostata bezi o'z joyini o'zgartirmagan. Prostata bezi normal holatda o'zini pozitsiyasini o'zgartirmaganligi aytib o'tilgan. Aynan mana shu holatda bemorda qanaqa travma mavjud ekanligini diagnoz qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda siydik chiqarish kanali zararlanishi anterior va posteriorga bo'lindi. Anterior injury ko'pincha demak buni asosiy rivojlanish mexanizmida demak buk fatsiyasi olim nomi bilan atalganda buk fatsiyasi yirtilishi bilan kechdi. Yirtilishi. Bu nimaga olib keldi? Buni yirtilishi demak skrotum yoki yorg'oqqa qarab qon oqishiga sabab bo'ldi. Qon oqadi va aynan yorg'oq sohasidagi shishning asosiy sababi demak mana shu holat ekan. Ya'ni buk fascia yirtilgandan keyin u yerga qon oqishi va u yerda gematoma paydo bo'lganligi u yerda shishga olib kelgan. Bu holatda bemorda retropubic space'da hech qanaqa siydik yig'ilmaganligi uchun prostata bezining holati normal bo'ladi. Demak, bizning to'liqlicha javobimiz bemorda holati demak oldingi siydik chiqarish kanali zararlanishiga yoki anterior uretral injuryga to'g'ri kelyapti. Anterior uretral injury holati mos kelyapti. Bugun darsimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.